Botlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Spam botni hamma biladi. Spamligingizni tekshirib olishingiz mumkin startni bosish orqali. Yuklaydi botga kiramiz. Demak, mana shu bot men foydalanganman. Bu botda nima qila oladi? Bu bot Instagramdan reelslarni olishingiz mumkin, ya'ni sizga skachat qilib beradi. Instagramga kiramiz. Xohlagan bitta videomizni olishimiz mumkin. Misol uchun kopировать silka qilamiz va aynan shu botga kirib silkasini yuborgan vaqtimizda bizga o'shani, ya'ni videoni olib beradi. Mana videoni olib berdi. Bemalol foydalansak bo'ladi undan. Bu botni ozgincha afzalliklari bor, ya'ni reklama ko'p tarqatmaydi. Mana o'zingiz ko'rayotgan bo'lsangiz ham reklama yo'q. Reklamasi yo'q va sizni unga a'zo bo'l, bu kanalga a'zo bo'l demaydi. Boshida startni bosganingizda deyishi mumkin bitta kanalga a'zo bo'l, lekin o'nlab, 20lab kanalga a'zo bo'lishingizni so'ramaydi. Endi boshqa botga kiramiz. Save YouTube botga kiradigan bo'lsak, bu bot aynan bizga YouTubedan videolarni skachat qilib beradi. Bu juda ham yaxshi bot. Men doim shu botdan foydalanaman. Misol uchun YouTube'ga kirib birorta videoni olishimiz mumkin. Preti kanal qilamiz. Uzatish qilib kopировать silka qilamiz va aynan shu botga kirib silkasini yuboradigan bo'lsak, bizga mana hozir chiqaradi. Mana chiqardi. Sen qaysi, ya'ni necha megabaytgacha bo'lsin senda. Bu siz o'zingiz ixtiyoringiz tanlash. Misol uchun 360 ni tanlagan eng yaxshi variant. Ko'pincha men doim o'sha 360 ni tanlayman. Mana chiqarib berdi. Ko'rdingizmi? Juda ham qisqa gigabayt to'ki qilib chiqarib beradi. Buzmagan holda, ya'ni videoni sifatini buzmagan holda megabaytini kamaytirib sizga chiqarib beradi. Bemalol foydalansangiz bo'ladi bundan ham. Keyingi botimiz esa Save bot. Bu botdan YouTube'dan narsa olsa ham bo'ladi bu botda. YouTube'dan bo'lmaydi, aytgancha Instagramdan olsa ham bo'ladi videolarni. Xuddi oldingi botda ko'rsatganimdek Instagramdan olsa ham bo'ladi, lekin bu botda Pinterestdan olsa ham bo'ladi. Mana Instagramdan olsa ham bo'ladi. Instagramdan birorta videoni silkasini kopировать qilamiz va aynan shunga kirib silkani yuboramiz. Mana bizga aynan o'sha videoni chiqarib berdi. Ko'rdingizmi? Lekin Pinterestdan video olsak ham o'shalarni ham chiqarib beradi. Hozir mana bu telefonimda Pinterest yo'q uchun ko'rsatmayapman sizlarga. Lekin uni ham ko'rsatib beraman. Pinterestdan videolarni skachat qilib olsangiz ham bo'ladi. Rasm, video, Pinterestni o'zida ishlashni o'rgatgan vaqtim ko'rsataman buni ham. Undan keyingisi mana bu bot, MP3 bot. Bu bot nima qiladi? Oladi. Bu bot ovozli xabarlarni sizlarga tayyorlab beradi. Ya'ni siz Telegramda ovozli xabar yozsangiz, bu sizga MP3 qilib beradi. Oddiy ovozli xabarni MP3 qilib beradi. Keyin qaytib tashlab ko'ramiz. Mana aynan botlarga kiray birinchi. Mana botlarga kiradigan bo'lsak, MP3 ni topamiz. MP3 mana ekan. Mana yuboradigan bo'lsak, bizga aynan shuni MP3 qilib beradi. Ya'ni audio qilib beradi. Ya'ni oddiy ovozli xabarni audioga aylantirib beradi. Bu kerak bo'ladi bizga, chunki ba'zida ovozli xabarlarni
audioga aylantirish kerak bo'lganda aynan shu bot bizga kerak bo'ladi. Telesave bot. Bu nimaga kerak bo'ladi? Bu ham Instagramdan video olib beradi. Lekin ba'zida masalan reklamasi ko'proq, lekin ba'zida olib bermasa, limit to'lgan bo'lsa, olib bermasa, boshqa botdan foydalansangiz bo'ladi. Birinchi ko'rsatgan botimda ham olish mumkin edi Instagramdan. U botda ham limit to'lsa, bunisidan foydalanasiz. Mana olganman Instagramdan. Shunaqasilar ham Instagramdan olsangiz bo'ladi bu botda ham. Undan keyingisi Botfazer. Aynan Botfazer orqali biz juda ko'p ishlarni bajaramiz. Bot yaratamiz. Aynan Botfazer orqali. Botfazerni aynan bot yaratish